Sunil R. Shah Алло, шеф. Mol menda. и Imperial Entertainment представляют. Hozir boraman. Allo, xotin. Ah. 100%. Hop. Оператор Роберт Нью. Шеф, Nima deysan? planlar o'zgardi. Композитор Джон Скотт. Sir o'zimda qoladigan bo'ldi. Nima? Sirni hech kimga bermang. O'ldim deb hisoblayman. Bilganingizni qiling. По сценарию С.Н. Уоррена. Nastrenasi yo'q bolalar. Meni istayapsizlarmi? Yo'lmagan qoshida turibmadimi aka? Ha. Engishib olyapti-yu. Mayaqqa ber. Yemayaptimi? Nakilish, olishma uni. She bitta menga gapiraveradi. Har safar senlarning shavqagingni men to'lashim kerak. Gapirsam, qo'g'otishmaysan. Nimaga ulayapsan? Sen gapiryapsan. Sen gapiryapsan, nimaga ulayapsan? Men senlarmishdi. Buyurgandan keyin, rahbar buyurgandan keyin. Achkidagi qanday ko'ryapsan yo'lashim? Давай. Vah, gapini vah. Давай, Bul. Atto. Ona patlachi. Bul. Pistol. Lan mafiya bo'lmay o'lgunlar. Bir 80 ming dollarga mashina minguncha bir 4 furin benzin qo'yishib olsa o'lsazami? Tugadi benzin. Piyoda quvlashasan endi, bo'ptimi? To'xta. Shuni bersam qutulamanmi? Zo'r bola ekan bu bola, malades. Qara, zo'r bola. Sekin aytat qil. Aytat qilmaysan? Bor narya cho'mil. Давай. Dadasi. Ma keling. Dadasi. Bu yoqqa keling deyapsiz-ki. Bu yoqqa keling. Lallay men o'ling. Qayerlarda yuribsiz? Soat necha bo'lyapti? Armiyada ham shunaqa chumoq bo'lganmisiz? Yoshligimda takoy mafiyozlardan sovchi kelsa, men jinni lamatsa qilmamsiz deb. Shunaqa ham lata bo'lasizmi? Shunaqa ham peshanam ko'rsin, meni peshanam ko'rsin. U to'shakka ham ro'para bo'lamanmi? Halol va tabiiy 100%. Pishloq mahsuloti. Ko'rsam seni quvonaman, ishqingda gulim yonaman, qalbingdagi bir nolaman, ishqingda men ado bo'laman. Bunday gaplashib o'tirsan, bunday termilib o'tirsan, yonginangda oshiqing bo'lib, bunday yayilib o'tirsan. Sammi qizil jensheni sizga sog'lik va yoshlikni qaytarib beradi. Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan. O'zbekiston bo'ylab 24 soat ichida bepul yetkazib beriladi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 71 kodi bilan 203 63 63. Oyi, menga yana sovchilar kelyapti-da. Dadamga ayting, o'tgan safar sovchilar keldi-yu, haliganda. O'shlarda oyog'im tagiga talloq deb
Yarashab, meni xaloskorlarim deb sharmanda qiluvdilar. Bu safar ham sharmanda qilmasinlar, aytib qo'ying. Ey qiz, yana qaysi yigitingdan kelyapti sovchilar? Haligi manaqa yuradigan yigitingdanmi? U bilan gaplashmay qo'yganman. Voy, nimaga? Bilasizmi? Uni o'zini yigiti bor ekan. Ha, bo'pti, aytib qo'ying yigitdan. Dado. Haligi trendni olaylik. Qaysi? Ano, pastdan tepaga qarab rasmga tushyapti-yu, o'shani. Ketdik. Ketdik. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player who's even getting high. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug. Nima, ochib qo'yib nima kulyapsan? Bosh olaman. Elingga ishona. Sen nima kulyapsan? Voy, xafa bo'lmang dadasi. Yaxshiyam sigirlar ichida Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player who's even getting high. Dressingga bachadan. Kim? Bor, uyga borchi, men qaytaligim bilib kelman. Uydamanmi, uydamasligim bilib kelgan. Sen menga uchrat. Test. Hop. Deshdilar. Ben uydamikanmanmi, uydamasmikanman bilib ket. Farosatni qaranglar, farosatni. Qo'lingda telefoning bor. Telefon qilib bilib qo'y. Dadajon, bu nima? Molni tili. Voy. Bo'lmasa men yemayman. Yura nimaga yemayapsiz, kelin? Ha, bu molni og'zida bo'ladi-yu, qanday yeyman? Bo'lmasam-chi, kelin. Ertalab turib, tuxumli ishlarni ham yig'ishtiring, bo'ptimi? Oling, ovqatlasing. Oling, kelin. Kechagina oqshomlari oy to'lib nur sochar edi. Unchalarga nomin aytsam, Qo'ng'iz bo'ylab aka. Endi ho. ahmoq. Yo'q. Quroling yo'q. Mana. Qurol yo'q aka. Ana Instagram, YouTube'lar qurol bilan chiqsa, blok qilib qo'ya. Endi ho. O'zbekcha gaplashamiz. Manavi o'ltiradi aka. Mushtlashamiz. Yo'q. Tushlik vaqti bo'ldi. Tushlik vaqti. Abek turishmaysiz. Yo'q. Qanaqa urush? Tushlik vaqti. Turishmaysizmi? Yo'q. Menchi 24 soat urushaman. Tushundingizmi? Urushmasangiz aka bilan. Nima qilganingiz bu aka? Bitta joyda ushlayotgan odamlar ham tepaman aka. Nima qilganingiz? Chashma, urushga shoshma. 5 barmoq nomer 1. Fantastisch. Ja. Marhamat. Yaxshi. Yasha olasan. Marhamat. Juda soz. 1 2 3 4 5 barmoq. 5 barmoq. Ya, 5 barmoq. Guten Appetit. Ja. Asaman. Gut. Ha? O'zingcha choplanyapsan. Siz bilan hech qayerga bormayman. Men bilan hech qayerga bormasang, nimaga boyanyapsan? Shunday go'zal ayol men bilan hech qayerga bormadi-ya deb alam qilsin deb bezayapman.
Singlim, chepizga ayting, meni ishga olamiki, yo olmaydimikin? Oladigan qilib ayting. Hozir. Pani no. To'nikanov papay. Bakida. Ha, sizga ishonsa bo'ladimi, halolmi, insoflimi, pokimi deb so'rayapti. Yo'q, insof u halollik menda bari mujassam bo'lgan. Bu dunyoda mendan halol odam yo'q. Tushunasizmi? Chepizga ayting, men 20 yil hammomda ishlab, bir marta cho'milgan emasman. Ayting. Dada, jismoniy shaxs bilan yuridik shaxsda nima farqi bor? Voy, Shu kishi biladi deb o'ylaysanmi? nimaga bilmas ekanman? Yuridik shaxs deb yuridik institutda o'qiganlarni aytadi. Jismoniy shaxs deb jismoniy tarbiya institutida o'qiganlarni jismoniy shaxsliklar. Nima deganmi? Siz tarixni bitirgansiz. Demak, siz tarixiy shaxs ekansizda. Bu yerda bekorga turganim yo'q. Erim avans oladigan kim bugun? Mana uni xotinimga beraman. Buni nomerlaring 5 barmoqqa boraman. Maishat. Yaxshi. Xotinim ham aytadi, meni ham 5 barmoqqa boring deydi. Men aytaman, nima deyman? Meni senga 5 barmoq. Arra, qulog'im tagiga qo'yaman. Qo'ymayman. 5 barmoqdan 5 barmoq, nomerdan 5 barmoq, nomerdan 5 barmoq. Mana senga 5 barmoq. Mana. Pulni cho'zing. Avans qilib beraman. Mana. Beş parmakka 5 parmak, mana senga 5 parmak. 5 parmakka 5 parmakka 5 parmak, joni dilim 5 parmak. Chashma 5 barmoq nomer 1. Yunusobod u azamata. Yashavor azamat. Bekor tegibman sizga. Nimaga? Mengami? Ha? Nimaga? O'rtoqlarim, ering biram xunuk, qora deyishyapti. Seni qara, oppoqsan deyishdi. O'rtoqlaringga aytib qo'y. Mendan bir chimdim olib, sen yuzingga qo'ysang hol bo'ladi, ha? Sendan olib, menga qo'ymasin, astag'firulloh. Savol bor-da. Savol berasizmi? Bering. Любой savolga javob tas tayyor qilaman men. Bazangiz olmam. $5000 bo'lgani yaxshimi yoki 5 ta qizingizmi? Menimi? 5 ta qizim bo'lgani yaxshi. Nimaga 5 ta qilgan yaxshi? Nimaga desangiz, Haligi, chunki bizda 8 ta qizimiz bor-da. Shunga. Tuyan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maza qilib o'tiribsizlarmi? Maza qilmayapmiz-da qizim. Ertalabgacha uyqu yo'q-da sizlarni dastinglardan. Divaningiz o'lgir, ertalabgacha g'achir. Yangi divan olinglar bo'lmasa. Voy, divan Mansu. Hozir dadasi. Qo'y dadasi. Voy, tavba. Voy, sho'rim. Voy, g'achir. Voy, sho'rim qursin. Yeringizga nima bo'lgan? Bu so'ylar g'achir bo'ladigan bo'lgan. Divan Mansu, xola divan emas. Lipsillatib yuribsiz. Yaxshi emas, kasal odamning ustidan kulish yaxshi emas. Shoshmang. Shoshib qayerga bo'ladi? Mana. Kadiyata Hotel. Bunda kurkumen bor. Kurkumen. Kollagen bor. Kollagen. Bilasizmi? Bilaman. Bu bilmaysiz. Bu organizmingizdagi bo'g'inlarni davolash bilan birgalikda kasallikni rivojlantirishga ham yo'l qo'ymaydi. Ana masalan.
Ana! G'ijirayapti, bildingizmi? G'ijirayapti. Demak, bunda bo'g'iningizda suyuqlik tugagan. Shunday. Ana o'sha suyuqlikni bu to'ldiradi. Bilasizmi? Bilaman. Bilmaysiz. Haligi mashinani tachimligini bilasizmi? Ha. Saridor bor-u. Saridorlaysiz. Xuddi ashtaqada bu. Apkeling, bering bo'lmasa. Aptekadan olasiz. Ya. Uchastkavoy! To'g'ri o'rsilsa! O'g'limni uylayapman. Ko'z emas. Pastdan tepaga. Ana. Endi tepadan pastaga bering. Yoqadi, aylaning. Yaxshimi? Turmush o'rtog'ingiz yaxshi bo'lib qopti-yu, So'rib qoldi. Voy, g'ichirab qopti-yu, voy. Kadelta Total jiddiy muammoning quvonchli yechimi. Dorixonalar yoki quyidagi raqamlardan so'rang. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Qosh ko'zlari papuday lablari g'unchadek yaranma. Boshimni aylantirmay boring, ishingizga boring. Ish qilyapman. Bormayman ishga. Direktoringizga ham aytaman. Ey, direktor deyman. Qo'rqmayman direktordan. Yoki deyman direktor, men turdaman deyman. Yo meni oyligimni ko'tarasan, yo men ishdan chiqib ketaman. Boring, ishingizga boring. Qo'rqmayman men direktordan. Aytaman, ey dedim. Ey, ishlayapsanmi? Bitta ishlatishyaptimi? Men direktorga aytaman. Ey, direktor deyman. Yo meni oyligimni ko'tarasan deyman, yoki ishdan chiqib ketaman. Boring ishingizni qiling, xalaqit bermang. Ey, direktor deyman. Menaqa kelsan deyman. Ey, men bilan o'zga gapiring direktorda. Assalomu alaykum. Sen nimalarni buyursan bu yerda? Yo'q, men nima narsa dedimmi? Orqamdan ber. Men bir narsa dedimmi men? Nahotki direktor to'g'risida men bir narsa degan. Odamlar o yetkazishdilar. Sen o'zing nimalarni buyursan bu yerda yana? Nima ish qilib yuribsan? Menmi? Yo'q. Men emas, ishchilaringiz. Ey, nimcha 200 lamacha ishchilaringiz hammasi. Voy, ichidagi dardini aytib, yana mendan to'nglab qo'yishib qarang. Bu ishini qiling men. Xo'p bo'ladi. Nima bo'ldi, ey? Nima bo'ldi? Qo'rqmanglar, axir men turibman-ku. Men o betiga direktorni shartta gapirib tashladim men. Xo'sh, xullas, biz kelishib oldik. Direktor oyligimni ko'tarmaydigan bo'ldi, men ishni oladigan bo'ldim. Ishinglarga boringlar. Torroningdan. Mumkin emas bu yerga. Nima bo'ldi? Hay, endi yoshlar avariya bo'lib ketdi. Avariya bo'lib ketdi. Hey, kelin bo'lmish. Nima bo'ldi? Viyu dedida, haq etdi-da, var etib mana qarab ketdi. Voy, bolam. Ey, bir oy qoluvdi-ya to'yingga. Mana ahvol. Shuncha nozinayman. Uvol bo'ldimi, ha? Bir oydan keyin avariya bo'lsa bo'lmasmi? Bir oydan keyin to'y deysizmi? Ha, bir oydan. Bir oyda tuzalib ketadi. Qanaqa tuzaladi? Bizda Kadeta Total bor. Kadeta Total yordam beradi. Ahvolini qarang. Bir oyda mashidoringiz tuzatib yuboradi mashilarni. Ya, nima deyapsiz, aka? Ha, bilasizmi? Men kimlar bilan quda bo'lyapman? Bolangga qara. Bolam. Xo'sh. Bunda aka, kurkumin bilan kollagen bor. Ya, kurkumin bilan kollagen bormi? Albatta. Ha, men aytaman doim. Selektorlarda, majlislarda aytaman. Bizga ko'plab kurkuminlar, kollagenlar kerak deyman. Albatta. Nima o'zi? Umi singan suyaklarni va bo'g'imlarni operatsiyadan keyin tezroq tiklab berish xususiyatiga ega. Voy, shu doring mashinlarning ahvolini qara, shularni tezlashtirib yuboradimi tuzalishini? Oldayotgan bo'lsa qara. Bir so'rab ko'rganlar. Ikkita poyez urishib ketdi-yu, orasida doktor qolib ketdi deb yurmasin-a. Ishonsa bo'ladimi? Rezultat qilib bersam bo'ldimi? Bir oydan so'ng. To'ylar muborak, yor jonim, to'yona bo'lsin, tandirla jonim.
Cadelta Total jiddiy muammoning quvonchli yechimi. Dorixonalar yoki quyidagi raqamlardan so'rang. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Bizni chasib chak. Ha. Nima ish qilasiz? Kataganmiz mana shu yerda, ha? Tashqi hayotda fabrikasining direktoriman. Siz zavod direktorimiz. Ha, bilmaysiz. Nos. Yo, ading. Men. Ey, shakar hozir. Men yaxshi aralashtiribman. Madaniyat sohasida ishlayman. Madaniyat sohasida. Tushunarlimi? Siz madaniyat sohasida o'zingizdan madaniyat taqdim eta olmayapsiz-ku. Nima bo'pti? Mana o'zim qo'yamsan fabrikasining direktoriman deyapsiz, to'g'rimi? Chiqargan botinkalarni hammasini kiyib yurmaysiz, to'g'rimi? Bitta chasiq bilan. Abgan nomlarni oldi. Ana xotinjon olaver, xohlaganingni tanla ol. Nima desang ham beraman. Maroz desang tapichka, samolyot desang krasovka, xohlaganingni tanla. Mana, nishkali tapichkalar. Dadasi, bular chet elniki emas, o'zimizni Sharxondan chiqqan ekan. Nima Sharxondan chiqqan bo'lsam, mana sen ham o'zimizdan chiqqansan, to'g'rimi? Chet elniki emassan sen ham. Mana shu vaqtda mehnat qilyapsan, mana xizmat qilyapsan, rang ham o'chgan yo'q, keling ham normalniy, yilib ham qo'yganing yo'q. To'g'ri aytyapsiz dadasi, mayli olaman. Ketdik. Voy, nechib qol mana u. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn.